Boshladi Avaz aka. Assalomu alaykum hurmatli patishlar. Mana bugun Avaz akam o'z ayollariga S07 qora avtomobilni olib ketyapti akajon. Marhamat kalitlaringiz. Rahmat. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Tagidan shamol o'tib. Kelinglar, mana So'z avtosaloni juda qulay, tez va sifatli ishlarimizni bitirib berdilar. Mana Avaz akamiz Buxorodan tashrif buyurdilar, lekin bizda bir odat bor Samarqandda. Kelgan mehmonni bo'sh qo'l bilan qaytarib yuborish mumkin emas. Shuning uchun 31-maygacha davom etayotgan aksiyamiz davom etmoqda. Endi esa sizni Vatotronga taklif qilamiz va o'yinimizni davom ettiramiz. O'qing aka. Stиральный mashinka. Kir yuvish mashinasi. Tabriklaymiz Avaz aka. Rahmat. Yaxshi kunlaringizda qo'llaning. Mayli. Hammasi haqiqatmi? Bir Haqiqat, hammasi haqiqat. So'z Samarqandda sizni kutib qolamiz. Navbat endi sizga.